Ko'pchilik menga yozadi-da shaxsiyga, Miraziz aka, 23 ga kirdim, kasbim yo'q, nima o'rgansam bo'ladi deydi. Ya'ni 23 yoshigacha, 12 yoshidan 23 yoshigacha bola hech narsaga yaroqsiz bo'lgan. Ovqat yegan, hojatxonaga kirgan, uxlagan, ovqat yegan, hojatxonaga kirgan, uxlagan. Bunaqa darajagacha olib kelish kerak emas-da bolani ham. 12 ga kirdimi, sekin-sekin unga ko'maklashish kerak, biron bir yo'nalishga qiziqishga. Hayot qishloqda og'ir, kambag'alchilik deb uni hadeb Rossiyaga go'sht qilib jo'natavermaysiz-ku, mardikor qilib. Qurilish bu yechim emas. Sovuqda, izg'irin bo'ladigan joylarda, -10 gradus bo'ladigan, -30 gradus bo'ladigan joylarda o'g'lingizni ishlashi bu yaxshilik emas. Yana o'g'lingni ustiga tepganda, u pul yig'ib jo'natgandan keyin bu yoqda bitta yaxshilab to'y qilinadi-da, yo'qqa chiqarib yuboriladi shuncha pul. Evaziga nima bo'ladi? Kasb o'rganib keladimi? Yo'q, qurilishda g'isht tashiydi, turpoq tashiydi, kasb bilan kelmaydi baribir yana. Undan ko'ra siz o'sha yoshligidan 12-13 yoshidan biron bir hunar o'rgatib, qiynalib, mashaqqatlanib, keyin o'sha o'zingizni yurtingizda, O'zbekistonni ichida ishlaydigan qilsangiz bo'ladi-ku.